bo'lsin deymiz. Sizni Aydanog'zarda musofir yurtda onajonim, oilam, farzandlarimda yurgan o'g'lingiz, suyanchiq tog'ingiz, yakku yolg'iz o'g'lingiz, albatta endi qizlaringiz bor, lekin o'g'illardan yolg'izi bo'lgan Elijon akamiz bugun xonadoningizga bizni chorladilar va o'z onasini xursand qilmoqlikni istadilar va o'ylaymizki, Elijon akangiz albatta Disney dekor tariqa shaklidagina xonadoniga chorlab xato qilmadi. Marhamat onajon, siz uchun musiqani kuylab beramiz. O'tkinchi dunyoning ortidan quvib, dunyolar kezdima ko'ksimni kirib, bugun ostonadan bir qadam qo'yib, pinhona yig'ladim, ich-ichim to'lib, onamning sochida oqlarni ko'rib, egildim boshimni devorga urib, onamning sochida oqlarni ko'rib, yuragi ezilgan yo'limga qarab, do'stu yaqinlardan holimni so'rab, sog'inchdan bosh egib qolibdi nurab, ko'rdim shu onda tiriklay so'ldi, onamning sochida oqlarni ko'rib, egildim boshimni devorga urib, onamning sochida oqlarni ko'rib, qo'llarida hassa yuragi yarim, dunyoda yagona yolg'izim mening, ezilib ketyapman o'ylagan saring, pinhona yig'ladim, ich-ichim to'lib, onamning sochida oqlarni ko'rib, egildim boshimni devorga urib, onamning sochida oqlarni ko'rib. Ona, borligingiz mening baxtimdir. Siz bor dunyoda ko'rmadim sira ham g'am. Onam, sizning boringizga shukr aytaman. Sizdek onam borligidan faxrlanaman. Ona, sizni juda yaxshi ko'raman. Siz mening qalbimsiz boru jahonim. Mening dunyoyimsiz, unutmang onam. Siz mening borlig'imsiz, mening onajon. Onam, mehr ne deysa sizni aytaman. Ona, sabr ne deysa sizni aytaman. Sizning mehringiz u, sabringiz sabab o'g'lingiz yetdi-ku axir shu kunga. Onam, sizni juda sog'indim bugun. Musofir yurtdan sizni qutlayman onam. Musofir nonini tortmoqdaman men, lek onam sizning duoyingiz meni asragin. Ona, meni doim duolar qiling. Siz doimo mening yonimda bo'ling. Siz yonimda bo'lsangiz bas. Kifoya onam, sizning borligingiz asli baxtimdir deydi. Yana bir marta barchangizga assalomu alaykum deymiz. Hurmatli mehmonlarimiz, adashmayotgan bo'lsa qo'shnilarimiz, barchangizga xayrli oqshom deymiz. Bugungi kuningiz xayrli o'tgan bo'lsin deymiz va albatta ertaga keladigan kuningiz xayrli kelsin deymiz. Shu o'rinda bugun o'zining shukrona kunini allaqachonlar mehmonjoylar davrasida nishonlab o'tkazgan va ana endi hozir ham nishonlayotgan onajonimiz. Sizni bugungi tavallud kuningiz bilan chin qalbimizdan qutlab o'tamiz. Va sizni o'g'lingiz bizga qo'ng'iroq qilib aytdilarki, mening onam qanday inson bilasizmi? Mening onam shunday insonki, men yoshlik chog'imda esimda avgust, sentyabr oylari
maktab tomon shoshishga otlanishimdan oldin onajonim bozorga borib biz uchun kiyimlar tanlardilar. Lek o'sha onda yodimdaki onamning o'zi eski liboslarda yurardilar. Shunday bo'lsalarda onamiz bizga eng yaxshi kiyimlarni olib beradi. Agar ro'zg'orda birozgina yo'qchilik bo'lsa, onam ro'zg'ordagi bor narsalardan tansiq taomlar tayyorlardilar-u, faqatgina bizga yedirardilar. O'zlari bo'lsa har qanday kunimda meni yonimda qola olgan insonlar. Bugun Allohga shukr, ulg'aydim. Alloh o'zi beryapti. Albatta onamning duolari ham bunga sababdir. Va bugun men onamni shukrona kunida uzun uzoqda bo'lsam ham qutlamoqchiman. Ozgina bo'lsa ham bugun onamni dunyodagi eng baxtli ayol qilmoqchiman. Onajon, bilmadim, bildim hamma baloni, onam qadrin bilmadim. Mehri ulug' sarbaland, so'zlari asal o'qat, joni jonimga payvand, onam qadrin bilmadim. Goh yig'lasa kuldim men, yurak bag'rin tildim men, zor qadrini bildim men, onam qadrin bilmadim. Bilmadim men, bilmadim, onam qadrin bilmadim. Bilmadim men, bilmadim, onam qadrin bilmadim. Bilmadim men, bilmadim, onam qadrin bilmadim. Bildim hamma baloni, onam qadrin bilmadim. Nur tutgan zulmatlarga, kaf tutgan zahmatlarga, aldanib kulfatlarga, onam qadrin bilmadim. İşim qilib bahona, do'stlar bilan choyxona, men nomard men divona, onam qadrin bilmadim. Dunyo deb ko'p chopdim-u, tilla deb ko'p chopdim-u, moli dunyo topdim-u, onam qadrin bilmadim. Bilmadim men, bilmadim, onam qadrin bilmadim. Bilmadim men, bilmadim, onam qadrin bilmadim. Bilmadim men, bilmadim, onam qadrin bilmadim. Bildim hamma baloni, onam qadrin bilmadim. Dunyolar kerak emas, yonimda yursa. Ajinlar yarashgan chiroyligim, shodligim bir dunyo jilmayib kulsa, onajonim jannatim, baxtimga sog' omon bo'ling degan va aynan shu gulni Ilor akamizning o'g'illari, ya'ni naslga davomchisi nabirangizni qabul qilib olasiz. Albatta shirinliklar ham, gulimiz ham Ilorjon akam tomoni iltimos qarshilar bilan onajonimizni qutlab qo'yamiz. Ana endi sho'x-sho'x musiqalarni yangratamiz va ayiqchalarimiz bilan birgalikda raqslarga taklif etamiz. Jonimga jon mehribon, onam o'ynasin.
Thank you.